Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni tomosha qilib boradigan tomoshabinlar, parranda ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari. Bugungi videoda mana shu kletkani ko'rsatmoqchiman. 2 etajli qilib yasadik. Keyin razmerlarini tushuntirib o'taman, keyin qancha rasxod ketgan shuni polni sizlarga tushuntirib berib o'taman. Mana shu ko'rinishda, mana katagimiz. Bu yerga bittadan mana ochib yopadiganini qildik. Kamina temirimiz, profilimiz yetmay qolgani uchun bunday qilib eshiklarni rekadan yasab qo'yardik, 4 ga 3 ga rekadan. Ko'rinishi. Patologiga falga qildik. Boyagi qishda ham ancha-muncha sovuq o'tkazmaydi. Yozda ham boyagi quyosh bu yoqqa o'tib ketmaydi. Ichiga quyosh urmaydi. Bunga hozir endi qiladiganimiz, xudo xolasa bu yerga ikkita tavla chiqib o'tiradigan stolini yasab qo'yamiz. Taxtasini, keyinsiga payilka. Oldiga mana payilka yasab qo'yamiz ichkarisiga. Pastki qavatga ham, tepa qavatga ham payilkani endi yasaymiz. Mana shu ko'rinishda bo'ldi. Asosiy bunga ketadigani profil, keyinsiga boyagi tavla chiqib bemalol yotaveradi. Даже mani ham ko'taradi bu. Tagida 3 ta profili bor, mana ko'tarib turadigan profillar. Bemalol ko'tarib turaveradi. Qalin OSB dan ketdi mana bitta. Keyinsiga 3 ta nargi OSB dan ketdi yupqarog'idan. Yupqarog'i ham 9 lik, bunisi 11 lik. Chunki poliga boyagi tavla chiqib bemalol yurishiga, keyinsiga buni tozalab tashlashga apilka sepib qo'yamiz, tozagina turadi. Bu faqat yozga ham yozga qishga qilib yasab qo'ydim. Mana aylanasiga bir ko'rsatib beray sizlarga. Arqa tarafi, usti prozrachniy shiferdan bo'ldi. Endi razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri bundayiga uzuniga 2 metr, uzuniga 2 metr. Eniga 1,20 sm, eniga 1 sm. Bo'yiga hozir bo'yini ham hozir sizlarga sirasi ko'rsatib beraman. Hozir men bo'yini ham o'lchab ko'rsatib beraman hozir sizlarga sirasi. Bo'yi pashti 97 sm. Pashti 97 sm. 2 etaj 97 sm. 95 sm-dan-da. 95 sm-dan bo'ldi. Odam bemalol o'tirib, masalan, tozalamoqchi bo'lsalaring ham bemalol o'tirib tozalasa bo'laveradi. Ichkarilarni kirib bemalol tozalab, ichida ishlamoqchi bo'lsa ham odam bemalol ishini qilaveradi. Navoda payilka yasayman desa, mana bu ichidagi axlatlar tozalab chiqmoqchi bo'lsa, bemalol tozalab chiqsa bo'laveradi. Uzunligi 2 metr, eniga 1,20, keyinsiga bo'yi har bitta qavati 95 sm-dan. To'ka mana 2-etajda arqa tarafi sal kaltaroq, nimaga deguncha 20 sm uklon qilganmiz arqa tarafga, shu uchun arqasi 20 sm ga pastroq. Oldi 95 bo'ladigan bo'lsa agar, arqasi примерно 75 sm yo 80 ga yaqin. Shu ko'rinishda mana. Rasxodiga keladigan bo'lsak agar, rasxodda hozir qirg'iz puliga, o'zimizning pulga 11 ming ketdi, 11 ming rasxod bo'ldi. Agarda dollarga hisob aytadigan bo'lsam agar, 100 dollari 8 ming bo'ladigan bo'lsa, yana batdan 3 ming bo'ladigan bo'lsa, где-то 130 dollarga yaqin ketdi-da. 130 dollarga yaqin pul ketdi. Mana shu kletkani yasashga polni. Asosiy profil, elektrod, keyinsiga disk bolgarkaga, keyin OSB aylanasiga, keyin prozrachniy shifer 6 metrligi bittasi 7 polni. Keyinsiga bu yoqqa reka ketdi. 4 metr reka, keyinsiga 4 ta ashiq-mashiq, keyinsiga 2 ta bunday yopib qo'yadigani, keyinsiga samarez temirligidan, keyin sitka oldiga. Sitka 4 kvadrat bemalol yetib oshdi.
Mana shu ko'rinishda mana bitirdik. Hozir endi orqada jo'jalar bor, ularni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Jo'jalarimiz ham hozir chiqqaniga 10 kundan o'tib qoldi. Arkada jo'jalarimiz, bularni ham hozir manetga mana 2-etajga qo'yganimda ichida mana payilkasi bor suv ichadiga. Keyin mana bedanalardagi ham payilkasi bor suv ichadigan. Faqat yemini ichkariga qo'yayman. Kallasini chuqur yeydigan qilsa pishaylar kallasini yeb ketadi, shuning uchun ichiga qo'yayman har bittasini payilkasini. Payilka karmishkasi ichida. Mana bu yerda suvi bemalol kerakli paytda ichaveradi. Jo'jalarimiz mana. Oyog'ida halqasi borlar, bular tojjon koreyskiy. Nargilari adler joydori aralash. Hozir bularni bitta ikkitasini ichi ketib qopti, ularni endi xudo xolasa davolaymiz. Davolab o'ziga keltiramiz. Mana shu ko'rinishda mana. O'sishi yaxshi, arada bir haftalik buguncha pateriya bo'ldi. Boyagi har xil kasallar kelyapti, havo isib ketgan uchun. Shuning uchun mana shunday qilib boqayapmiz mana. Ko'rinishi. Bedanalarimiz ham hozir 13 tugi bor. Nimasi urg'ochisi? Kuniga 13 ta tuxum olyapmiz. Boqmoqchi bo'lganlar, jo'ja misol uchun noldan agar jo'ja ochirib inkubatorda boqmoqchi bo'lganlarga bemalol boqsalaring bo'ladi. Faqat kletkasini sal ko'proq yasab qo'yish kerak. Keyinsiga donini, suvini vaqtida berish kerak shu. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kanaldan uzoqlashmanglar.